Ming la'nat dorasiz, mana shu opaning gapini oxirigacha eshiting. Agar sabringiz yetsa, eshiting, lekin eshiting. Biz shunday bir davrda yashayapmizki, odamlar bugun sizni u deydi, bu deydi, orqangizdan chaynaydi, dushmandan olib dushmanga soladi, eng yomon so'zlar bilan haqoratlaydi-da, ertaga bitta dasturxon atrofida hech narsa bo'lmaganda jonim, asalim deb o'tirishadi. Biz 200lamachilar davrida yashayapmiz. Men bu opaning gapiga 100% qo'shilaman. Hech qachon unutmang. Siz qilganingizni ham ustingizdan kuladigan, yaxshi bo'lib ketsangiz ham ichi qora bo'lib kuladigan inson bu siz hech qachon qarindoshingiz emas. Hech qachon eng yaqin o'rtog'ingiz emas, 10 yillik tanishingiz emas. Ular bo'ldi qarindosh, do'st bo'ldi, undan ortiq emas. Shunday kelib ketadigan mehmon. Sizni yoshligingizdan, oilangizda nima ichingizni, nima kiyishingizni, qancha pul topishingizni biladigan bu inson ota-onangizdan tashqari u sizning qo'shningiz bo'ladi. U inson sizni hamma narsangizni biladi va birovga borib bemalol yomonlab turib, ertaga boshqa qo'shningizga to'y bo'lsa, siz bilan o'sha marosimda kirib, ichib, oshni yeb, sho'rvani ichib, choyni ichib, g'iybatingizni qilib o'tiradigan ham sizning qo'shningiz bo'ladi. Agar yo'q bunaqa emas, siz kommentariyada yozishadi. Hammada bor unaqa genida, hamma viloyatda bor. Yo'q deb ko'ringchi, domda yashasangiz ham bor, hovlida yashasangiz ham bor, dashtda qirda yashasangiz ham shunaqa bitta bor qo'shnilaringiz, ichi qora genida, yaxshi bo'lsangiz yaxshi bo'lib ketdi, yomon bo'lsangiz yomon bo'lib ketdi, g'iybat bo'lsangiz g'iybat, hamma narsaga qo'shilib, siz orqangizdan yomonlab, ertaga siz bilan bitta dasturxonda osh yeydi. Ana shu sizning qo'shningiz bilan. Videoni davomini so'radan bir ko'ring.